165 millionga Mazda pachka Cobalt Retail Avtoda Mazda Cobalt kelib 165 million so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar akam. Yurganiga kelsak 77 km. 7 raqamga qiziqasizmi? Videoga bitta tirs-tirs qilib keting akam. 77 km. Tirs-tirs qilib qo'ygan bo'lsangiz akam, mashinani boshlang'ich lovini West O'zbekistonda yo'q narxda qilib beramiz. Qancha deysizmi akam? Videoni oxirigacha ko'ring. 165 million so'm tan narxi yil 2025 pachka. Siz uchun mos variant. Srochni kelaverasiz Retail avtosaloniga, avtokredit evaziga boshlang'ich lov 10% bilan bir dona pasportga boshlang'ich lov qancha deysizmi? Hech kimga aytmang. $1950 berasiz akam. $1 ham hech qayerga rasxod qilmay, to'g'ri bankka borib $1950 berib, mashinani xarid qilib chiqib ketaverasiz. Siz uchun tayyor holatda 25 avtomatik Cobalt. 165 millionga Mazda pachka Cobalt Retail Avtoda Mazda Cobalt kelib 165 million so'm. Bemalol telefon qilaverasizlar akam. Yurganiga kelsak 77 km. 7 raqamga qiziqasizmi? Videoga bitta tirs-tirs qilib keting akam. 77 km. Tirs-tirs qilib qo'ygan bo'lsangiz akam, mashinani boshlang'ich lovini West O'zbekistonda yo'q narxda qilib beramiz. Qancha deysizmi akam? Videoni oxirigacha ko'ring. 165 million so'm tan narxi yil 2025 pachka. Siz uchun mos variant. Srochni kelaverasiz Retail avtosaloniga, avtokredit evaziga boshlang'ich lov 10% bilan bir dona pasportga boshlang'ich lov qancha deysizmi? Hech kimga aytmang. $1950 berasiz akam. $1 ham hech qayerga rasxod qilmay, to'g'ri bankka borib $1950 berib, mashinani xarid qilib chiqib ketaverasiz. Siz uchun tayyor holatda 25 avtomatik Cobalt.